1.600.000 so'mdan boshlanadi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube kanalimizni to'g'risini aytganda ancha tashlab qo'yuvdik. Hozir harakat qilyapmiz endi mana sekin-sekin obzorlarni olib chiqishga. Hozir men sizga mini tank samokatini obzor qilib ko'rsatib beramiz. Iloji boricha bu yog'idan kirib, bu yoqdan chiqib ketishga. Do'konimizda Etpoy oldindan Beruniy Eko bozor 29-do'kon. Bolalar dunyosi. Samokatga keladigan bo'lsak, Tevronmidi? Tevron mini tank. Xalq tilida aytganda mini tank samokatini hozir iloji boricha hammasini tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, mini tank samokatimizni oldi-orqa ko'rishingiz mumkin, amortizatorli bo'ladi. Juda ham baquvvat qilib ishlangan. Orqalari ham. Motori 1200 vatt motor bo'ladi. Oldi-orqa tortadi. Bu yoqdan yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi, nastroykasidan oldi tortadigan yoki orqa tortadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Maksimal tezligi 120 km tezligiga chiqadi. Hozir qisqacha sizlarga buni qanaqa yoqish kerakligini ko'rsatamiz. Bu oddiy samokatlarga o'xshab kalitli yoki pultli emas, NFC kartali bo'ladi. Hozir men sizga ko'rsatib beraman buni. Knopkasini bosib turamiz. Tablo yonadi, NFC kartani olib kelamiz. Yondi mana. Hozir maksimal tezligi 120 km tezligiga chiqadi. Hozir ko'rsatib beraman sizga. 119. Hop, oldi-orqa tortsa bo'ladi buni. Tortadigan hissa bo'ladi to'g'rirog'i. S drive turibdi, D drive o'tib, oldi-orqa ballonni tortadi. Hozir mana ikkita ballonni ham tortadigan rejimiga qo'ydik. Hozir ko'rsatib beraman sizga. Iloji boricha harakat qonimizni ko'rsatib berishga juda og'irda. Qisqa qilib aytganda bu samokatimizni shlemsiz yoki zashtasiz uchish tavsiya bermayman. Tezligi juda ham tez, razgonlari juda ham kuchli. Bu samokatimizning narxi $1,500. Xudo xolasa kelsanglar arzonroq qilib, qo'ldan kelgancha tushirib beramiz. Keyin bizda boshqa assortimentlar ham bor. Eng arzon samokatimiz 1.600.000 so'mdan boshlanadi. Keluringlar do'konga, xudo xolasa chiroyli narx qilib yana ham kelishtirib qilib beramiz. Samokat assortiment juda ham ko'p. Samokatlarimizni iloji boricha chiroyli qilib kelishtirib qilib beramiz. Manzilimiz Beruniy Eko bozor 29-do'kon. Bolalar dunyosida sizlarni kutib qolamiz.